Yillar davomida farzand kutayotganlar, farzand umidida yashab kelayotganlar aslo umidsizlikka tushmang do'stlar. Mana bu qahramonimizning nomlari xalq orasida Temir Tukon va Chaqir Tukon deb yuritiladi. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ana shu narsa aynan hozir pishib yetilayotgan vaqtda do'stlar. Shundoqqina yig'ishtirib oling, faqat ehtiyot bo'lasiz. Qo'lingizga suqilishi mumkin do'stlar bu. Bu kishining nomlari aytganimdek Chaqir Tukon, Temir Tukon ruschada esa Yakorsi. Shundoqqina olasiz. Qarang. Hozir xul vaqti buni sok mijvarkadan o'tkaring. Bir amallab sokini olib, yarim choy qoshiq, bir choy qoshiqdan 1-2 mahal iste'mol qiling. Olib qo'ysangiz qurganini ham damlab, bir osh qoshiqni 1 litrga qaynatib olib yoki damlab, kun bo'yi iste'mol qilsangiz bo'ladi. O'sha aralashmani damlamani xotin iste'mol qiling. 3 oy, 4 oy, 5-6 oy bemalol qo'rqmasdan bu hattoki undan qarang ayollarda iste'mol qilish tartibi shundayki, hayz ko'rib bo'lgandan so'ng 6 kun o'tib boshlaydi. Erkaklarga farqi yo'q. Undan tashqari prostata adenomas, prostatit, buyrak, qovuq, peshob yo'lidagi shamollash, qon tuzlari infeksiyalarni bartaraf qiladi, qonni ham suyultirib beradi. Boshlanishiga bir 5-10 kun davomida davleniyani ko'taradi. Undan so'ng esa qon bosimingiz, davleniyangiz tushishni boshlaydi. Qarabsizki, o'ta bu urologik kasalliklarga, jinsiy va muzika shamollashlarga o'dar ta'sir qila oladigan xususiyatga ega mahsulot hisoblanadi. Foydalanib ko'ring Temir Tukandan. Asrlar davomida bu sinovdan o'tib kelgan mahsulot hisoblanadi, birodarlar.